Hozirgi kunda oqova suv tozalash inshootlari nega modernizatsiya qilinmoqda va yangi qurilmoqda? Buni asosiy sababi ekologiya muammolarini oldini olish, suv taqchilligini kamaytirish va iqtisodiy elektr energiyasi tejamkor qurilmalarga o'tishdir. Birinchi navbatda ekologiya muammosi oqova suv tozalash inshooti tozalangandan so'ng daryo va zovurlarga quyiladi. Agar tozalash jarayoni yaxshi bo'lmasa, bu o'sha yerda yashovchi aholi sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazadi, o'sha yer ekologiyasiga putur yetkazadi. Ikkinchi navbatda eskirgan nasoslar, eskirgan kompressorlar barchasi juda ko'p miqdorda elektr energiya sarfiga olib keladi. Shuni hisobiga iqtisodiy muammolar yuzaga keladi. Ya'ni inshootni ekspluatatsiya qiluvchi tashkilot juda ko'p elektr energiyasi uchun sarf qiladi. Bu sarf yuklamasi aholiga ham bilinadi. Sababi aholi ham o'sha yerda moslashgan